Yetib kelgan. Bitta pizdesi bor ekanda, mana videomni tarqatarmish kelganda. Ana nimaga bo'larman qo'limda? Bo'ldi. Jahl ustida. Jahl chiqib ketdi. Mashinani urayotgan payti o'sha peshonasiga urgan. Nechasiga mana 2 marta. Qaysi? Mana shu. Necha marta? 2 marta. Undan oddiy. Shuni to'xtatish uchun oyoqdan gaz olish uchun To'xtatish. Mana. Keyin tushib yana menga tashlangan payti tekdi. tergov bo'limi tomonidan mana shu Yashnobod tuman tomonidan jinoiy ish qo'zg'atildi. Xabaringizmi? O'zbekiston Respublikasi o'zining mana shu fuqaro nisbatan KZ 7-moddasida jinoiy ish qo'zg'atilib, hozirgi vaqtda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda va tergov davomisiz qamoqqa olinmoqda. Shuni bilasizmi? Davlatimizdan uzr so'rayman. Chunki jahl ustida qoidani buzdi. Yandex keldi, to'g'ri bir 12 mashinada narsalarni ko'p edi. Uyatli gap gapirdi o'zi. Boshqatmaydi yo'q. Mashinani to'xtating dedim. To'xtat dedim, salom to'g'ri. Mashinani to'xtatib bo'lishib qolmadi. Bo'ldi, 40 ming bo'ldi. Shu dedi, so'qdi. Ukam, dedi, jahli chiqib ketdi. O'zim aytgan gapga ukam, mayli, keyin gaplashib olamiz. Qo'y, mujikchacha gaplashamiz degan. O'zi ukam indamay turgan miyasiga berib urib ketdi. Ukangiz qayerga urdi? Necha marta urdi? 1-2 marta urdi. Yo'ldan bola kelib turib uryapti, so'rayotganda. Men tushganimda ularni urishyapti. Sababsiz. Sababsiz. Men o'tiraman mashinada, tushmayman. Ichki ishlar xodimi kelmaguncha tushmayman. Ichki ishlar bo'lib turibsiz. Oyoq turibman. Muhtaram prezidentimizga ham rahmat, shunchalik himoya qilish uchun sizlarni qilganlariga. Ishlar xodimlarni qilsam-da, shunchalik qarab, anaqa qilishyapti. Xabar olishyapti. Fuqarolarga shu ayol bilan opasiga, ukasiga nima chora ko'rishni davlatdan qonundan ikkalasi. Qonuniy chora ko'rishdan oliyman. Bular yo'lovchilar bo'lgan ayol kishi 2001-yilgi fuqaroga nisbatan alohida O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 109-moddasi bor. Ikkinchisi bilan unga nisbatan ham jinoyat ochilgan. Qonun ustuvor jazo muqarrar, shahar masofasidagi qonunlardan belgilangan qonunlarga rioya qilishni so'rab qolamiz.